Xo'p. Biz darsimizni ikkita qismga bo'ldik. Ko'pchilikka qiziqki, milliy sertifikat imtihonlarida poliplodiya bo'yicha 2 safardan beri masala tushmoqda va bu masalaga hamma butun bir e'tiborni qaratgan. Shu sabab biz sizlar uchun ozroq bo'lsa-da yordam berish maqsadida shu darsni tashkillashtirdik. Demak, poliplodiya diqqat bilan darsimizni boshlaymiz. Keyin hozir kichkina mikrofonni ochib o'tirmadim, chunki o'zi kechroq boshladik. Agar kimlardir savollar bo'layotgan bo'lsa, yozishlaringiz mumkin. Kanalimizda maxsus muhokamalar guruhi bor, o'sha yerda. Demak, ovozim yaxshi boryaptimi? Ovozim yaxshi borayotgan bo'lsa, bir tasdiqlab olsangiz yaxshi bo'lar edi. Faqat yozib olish kerak. Hozir bir so'rovnoma o'tkazib olaylik. Xo'p, poliplodiya. Biz birinchi navbatda poliplodiyani oddiy bir qoidalarini tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Poliplodiya. Poliplodiya ikkiga bo'linadi. Ya'ni poliplodiyani ikkiga bo'lib o'rganar ekanmiz. Qanaqa poliplodiya bor desa, poliplodiya ikkiga bo'linadi. Ya'ni avtopoliplodiya. Avtopoliplodiya. Va allopoliplodiyaga bo'linadi. Allopoliplodiya. Ya'ni bu nima farqi bor? Avtopoliplodiyada demak, avtopoliplodiyani o'zi ikkiga bo'linib ketadi. Ya'ni bu muvozanatli va muvozanatsiz turlarga bo'linadi. Xo'p, nima farqi bor buni deb qaraydigan bo'lsak, muvozanatli avtopoliplodiyada bu yerda muvozanat bor. 2n, 4n, 6n, 8n, 10n va hokazo. Xuddi shu tartibda davom etadi. Muvozanatsiz avtopoliplodiyada esa 3n, 5n, 7n, 9n deylik shu holatda. Biz hozir bugun o'rganishimiz kerak bo'lgan qism bu muvozanatli poliplodiyani sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Muvozanatli poliplodiyada hammaga qiziq, qanday qilib biz gameta olamiz? Muvozanatli poliplodiyada bu narsa muhim. Xo'p. Muvozanatsiz poliplodiyachi savol tug'ilishi mumkin ko'pchilikda. Demak, mana bu muvozanatsiz poliplodiyani ham o'rganamizmi? Ha. Muvozanatsiz poliplodiyani ham o'rganamiz. Keyingi darslarda faqat bugun muvozanatli poliplodiyani ko'rib chiqamiz. Xo'p, endi qarang. Biz birinchi navbatda gameta olishni bilishimiz kerak. Masalan, katta A, kichkina a. Demak, bu holatda qanday gametalar olinadi? Gameta olishni oddiy tushunib olishimiz kerak birinchi navbatda va keyin u gametalar soni nechtadan chiqishini aniqlab olishni o'rganamiz. Ya'ni bu yerdan qanaqa gameta chiqadi? Bu yerdan chiqargan gametalar katta A, kichkina a va kichkina a holatdagi gametalar olinadi. Ya'ni bu qanday bo'lyapti? Birinchi ikkita dominant genni olasiz. Olinadi. Ikkinchi holatda shu dominant gen yoniga bitta retsessiv gen qo'shib qo'yasiz. Mana bu holat bo'ladi. Va uchinchi holatda barchasini retsessiv holatga o'tkazasiz. Mana bu holatda. Yoki yana bir holatni ko'radigan bo'lsak, katta A,
kichkina a, kichkina a, kichkina a deydik. Bundan qanday gameta olamiz? Bundan oladigan gametamiz birinchi nechta dominant gen bor boshida. Shunga e'tibor berishimiz kerak. 3 ta dominant gen bor. Demak, katta A, katta A, katta A. 3 ta dominant gen olindi. Endi ikkinchi holatda bitta dominant gen o'rniga bitta retsessiv gen qo'shib qo'yamiz. Ya'ni katta A mana buni o'rnini almashtiramiz. Kichkina A. Endi keyingi holatda katta A. Bu ikkinchi dominant gen o'rniga ham retsessiv gen qo'shamiz. Kichkina A, kichkina A. Va to'rtinchi holatda faqat retsessiv genlar yoziladi. E'tibor berayotgan bo'lsak, mana katta A o'rniga katta almashtirdik. Ikkinchi katta o'rniga kichkina A almashtirdik va birinchi katta o'rniga kichkina A almashtirdik. Mana shu holatda ketadi. Yoki yana bir holatni ko'radigan bo'lsak, katta A, katta A, katta A, katta A, kichkina A, kichkina A, kichkina A, kichkina A. Bu yerda muvozanat bor. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, ikkita dominant gen, ikkita retsessiv gen, 3 ta dominant gen, 3 ta retsessiv gen, 4 ta dominant gen, 4 ta retsessiv gen. Demak, bundan qanday gameta olamiz? Demak, birinchi 4 ta dominant gen yozamiz. Katta A, katta A, katta A, katta A. 4 ta dominant genni yozdik. Endi oxirgi dominant genni o'rniga bitta retsessiv gen yozamiz. Katta A, katta A, 3 ta dominant gen, 4-chisini retsessiv holatga o'tkazamiz. Keyingi holatda katta A, katta A. Endi 3-chisini ham retsessiv qilamiz, 3-chi dominant genni ham, kichkina A va kichkina A. Va keyingi holatda katta A, ikkinchi genni retsessivga almashtiramiz. Kichkina A va kichkina A. Va endi birinchi dominant genni retsessiv holatga o'tkazamiz. Kichkina A va kichkina A. Mana shu holatda gameta olinadi. E'tibor bersak, 4 ta dominant gen, 4-chi dominant genni retsessiv holatga o'tkazamiz. Keyingi holatda 5-chini, keyingi holatda 4-chini retsessiv holatga, keyingisini 2-chisini retsessiv holatga va oxirida birinchi dominant genni retsessiv holatga o'tkazamiz. Mana bu holatda. Yana bir holatni ko'rsatib beraman va shu bilan keyin gametlar son nechtadan chiqishini o'rganib boshlaymiz. Katta A, katta A, katta A, katta A va katta A. 5 ta katta A. Demak, muvozanatli bo'lish uchun yana 5 ta kichkina A bo'lish kerak. 2, 3, 4, 5. Bu yerda muvozanat bor. Ya'ni muvozanatli avtopoliploidiya. Endi bundan qanday gameta olinadi? Birinchi qiladigan ishimiz 5 ta dominant genni olamiz. 5 ta dominant gen. Hop. Katta A1, 2, 3, 4 va 5. Endi oxirgi 5-chi dominant ikkinchi holatda oxirgi 5-chi dominant gen o'rniga retsessiv gen qo'yamiz. 1, 2, 3, 4-chi dominant gen 5-chisini retsessiv holatga o'tkazamiz. Xo'p. Keyingi holatda katta A, katta A, katta A. Endi ikkita retsessiv gen. Oxirgi dominant genni retsessiv holatga o'zgartirib boryapmiz. Keyingi holatda katta A, kichkina A, kichkina A va kichkina A. 3 ta. Va keyingi holatda ikkinchi dominant genni retsessiv genga almashtiramiz. Kichkina A, kichkina A, kichkina A, kichkina A va oxirgi holatda kichkina A, kichkina A, kichkina A, kichkina A va kichkina A holatda yoziladi. Ya'ni muvozanatli avtopoliploidiyada xuddi shu tartibda gametalar olinadi. Endi hammaga qiziq bo'lgan narsa nima? Hammaga qiziq bo'lgan narsa gametalar soni. Misol uchun, mana bu gameta misol uchun bitta olindi, mana bu 4 ta olindi, mana bu bitta olindi. Buni menimcha ko'pchilik biladi. Qanday qilib bu bitta, qanday qilib 4 ta, qanday qilib bu nima? Yana bitta retsessiv gen bo'lib qolmoqda. Demak, mana shu narsa ko'pchilikka nima qiziq holat. Demak, biz mana bularning har bittasini nechtadan chiqishini, osonroq usulini hozir sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Masalan, ko'pchilik joylarda mana qo'llanadi. Katta
masalan katta A, kichkina A, kichkina A, kichkina A bo'lsa, bunga raqamlanadi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya'ni 1 bilan 1, 1 bilan 2, 1 bilan 3 shunaqa va hokazo holatlarda nima qilinadi? Jamiyda olish usuli qo'llaniladi. Biz biroz bu usulni og'irroq hisobladik va matematik formulalar yordamida gameta olishni ko'rib chiqamiz. Endi biz bundan qanday gameta olishimiz mumkin? Ya'ni gametlar sonini qanday hisoblashimiz mumkin? Mana tepaga qaraydigan bo'lsak, gametlar sonini qanday hisoblashimiz mumkin? Mana bu joyda bu gametlarning har biri nechtadan chiqdi? Har biri nechtadan chiqadi? Buni tushunib olishimiz kerak, qanday o'rni yetganligini. Bu uchun biz matematikada Pascal uchburchagi deb ataladigan bir qoida bor. Pascal uchburchagi. Pascal uchburchagi. Bu qanday ishlaydi? Mana shu joyga diqqat va e'tibor berishimiz kerak. Diqqat. 1 ikki o'nga har doim 1 tushadi. Endi qarang, 1 bilan 1 qo'shilmasi 2. Mana bu yerga 1 tushadi. Xo'p, endi bundan yana ikkita shoh chiqaramiz. Bundan ham ikkita shoh chiqaramiz. Mana bundan ham ikkita shoh chiqaramiz. Endi eng chetga 1 va 2 ning yig'indisi 3, 2 va 1 ning yig'indisi 3 va mana bu joyga yana 1. Yana shoh chiqaramiz bundan. Endi eng chetga har doimgidek 1 tushadi. Mana bu joyga 1 va 3 yig'indisi 4. 3 va 3 yig'indisi 6. 3 va 1 yig'indisi 4 va eng chetga 1 tushadi yana. Bundan yana xuddi shu tartibda davom etamiz. Ikkita shoh chiqaramiz. Bundan ham ikkita shoh chiqaramiz. Bundan ham ikkita shoh chiqaramiz. Bundan ham ikkita shoh tushiramiz. Bundan ham ikkita shoh tushiramiz. Endi bu yerga eng chetga har doim 1 turadi. Mana bu joyga 4 plus 1 5, mana 4 bilan 1 yig'indisi. Bu yerga 4 bilan 6 yig'indisi, ya'ni 10. Mana bu joyga 6 bilan 4 yig'indisi 10. Mana bu joyga 4 va 1 yig'indisi 5 va eng chetda har doim 1 turadi. Va hokazo. Xuddi shu tartibda demak davom etadi. Xuddi shu tartibda davom etadi. Xo'p, endi bu qanday ishlaydi? Bu mana bunday. Qarang, oddiygina qaraylik. Mana bu yerga bu yer 0, bu yer 1, bu yer 2, bu yer 3, mana bu qator 4-qator, mana bu qator 5-qator. Xo'p, endi diqqat qilamiz. Qarang, masalan, katta A, kichkina A, kichkina A. Bundan qanday gametlar olishni biz yuqorida o'rgandik. Ya'ni ikkita katta A yoziladi. Ikkinchi katta A o'rniga kichkina. Mana bunda yozing, hozir bo'ling. Ha, bo'ladi, shunday yozsam bo'lar ekan. Kichkina A, keyin esa kichkina A, kichkina A. Xo'p, endi qarang. Bu mana bu 4n. 4n edi. 4n dan 2n holatdagi nima? Mana buni belgilab qo'ydik. Mana misol uchun 2nlik, mana bu yerga 3nlik, bu yerga 4nlik, bu yerga 5nlik gametlarni yozamiz degan. Endi qarang, 4nlik to'plamdan 2nlik gametlar olinadi. Biz bilamiz, gaploid to'plam deylik 2nlik. Xo'p, endi mana bu nechta chiqishini qanday hisoblaymiz? Mana bu qatorga qaraymiz. Mana bu qatorga mana. Katta 2nlik gametlar. 1 ni xo'p, mana 1 qo'yamiz. Endi katta kichkina 2 mi?
Faqat e'tibor berishimiz kerak. 1 ni shu sonni o'ziga ko'paytirib ko'ramiz. 1 ni 1 ga ko'paytirsak 1. 2 ni 2 ga ko'paytirsak 4. Mana buni yozuvsam. 1 ni 1 ga mana katta turibdi birinchi mana. 1 ni 1 ga ko'paytirsak 1. 2 ni 2 ga ko'paytirsak 4. Yana mana bu bunga to'g'ri keladi. Va yana 1 ni 1 ga ko'paytirsak 1. Xuddi shu tartibda mana kattamiz bitta, kichkinamiz 4 ta, kichkinamiz bitta bo'layotganlik ko'rishimiz mumkin. Endi masalan 6 enlik tiliga katta A. Xo'p, kichkina a. Bundan qanday gameta olishni bilamiz. Ya'ni bundan birinchi 3 ta dominant gen olinadi. Katta A olinadi. Keyin katta A 3-chi dominant genni retsessiv holatga o'tkazib qo'yamiz va keyin ikkinchi dominant genni ham retsessiv holatga o'tkazamiz va oxirgi dominant genni ham retsessiv holatga o'tkazib qo'yamiz. Endi biz tushunishimiz kerak, 6n to'plamdan 3nlik gameta hosil bo'ladi. Demak, 3nlik gameta bo'lsa, mana bu qatorga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, mana birinchisi dominant genimiz. Mana bunga qaraymiz. Nechta? Bitta. Ya'ni bu 1 ko'paytirilgan 1 deb olishimiz kerak har doim. Shu sonni o'ziga ko'paytirib ko'rishimiz kerak. Endi qarang, katta, kichkina 3 ga to'g'ri kelyapti. 3 ga to'g'ri kelmoqda. 3 ni 3 ga ko'paytirsak, 3 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak 9. Endi mana bu holatga, ya'ni katta, kichkina. Demak, bu 3 ga to'g'ri keladi. Shunday 3 ni 3 ga ko'paytirsak, bu ham 9. Endi 3 ta retsessiv genimiz, 3 ta retsessiv genimiz 1 ga to'g'ri keladi. 1. Demak, 1 ni 1 ga ko'paytiradigan bo'lsak, demak bu ham 1. Ovozim yaxshi boryaptimi? Xo'p. Ko'rinishda muammo yo'qmi? Muhokamalarga yozib olsalaringiz yaxshi bo'lar edi. Biz yana davom ettirishimiz uchun, davom ettirib tushuntirish uchun. Xo'p, demak, ovozim yaxshi bo'layapti ekan, davom ettiramiz. Endi qarang. Xo'p. Mana bu tarafga deylik 4 ta katta A, 2, 3, 4 ta katta, 4 ta kichkina A. Demak, buni deylik 8n. Lekin bundan 4nlik gameta olinadi. Ya'ni qanaqa gameta? 4 ta katta A, 2, 3, 4 ta katta. Endi keyin 3 ta katta A, bitta kichkina A. Oxirgi dominant genni o'zgartirdik. Endi 2 ta katta A, 2 ta kichkina A. Keyingisi bitta katta A, kichkina A va oxirgisi kichkina A. Demak, bular 4nlik gametalar. Buni yaxshi bilamiz. 4nlik gameta mana 4n qatoriga keladi. Mana 1 kara 1. Demak, bundan bitta. Mana bu 3 ta katta A, bitta kichkina A'ligimiz. Mana bu 4 ga to'g'ri kelyapti. Mana bu keyingi qatorga 4 kara 4. 16. Demak, mana bu 16 ta. Keyin 2 ta katta A, 2 ta kichkina A'imiz mana bu joyga to'g'ri kelmoqda. 6. 6 kara 6. Demak, bizda necha? 36. Endi bitta katta 3 ta kichkina A. Demak, bu 4. 4 ga 4 kara 4. Demak, bu yerda 16 va ko'rib turganingizdek oxirgisi 4 ta kichkina 1 ga to'g'ri kelmoqda. 1 kara 1 1 ekanligini ko'rishimiz mumkin.
Endi 10n holatga o'tirgan bo'lsak, bu yerda 1, 2, 3, 4, 5 ta katta A, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ta kichkina A. Endi bundan qanaqa gametlar olinadi? Birinchi 5 ta katta A. 2, 3, 4, 5. Keyin oxirgi dominant genini o'zgartirib kelaveramiz retsessivga. Qarang. 1, 2, 3, 4. Oxirgi dominant gen retsessiv. Keyin 1, 2, 3. Endi 4-chi gen retsessiv. Endi 1, 2, 3-chi gen retsessiv. Mana bu yerda yozaman yana. 1, ikkinchi gen retsessiv va kichkina a, kichkina a, kichkina a, kichkina a, kichkina a. Hammasi retsessiv. Endi 10n. 10nlikdan 5nlik nima olinadi? Gameta olinadi. 10n bo'lsa 5nlik gameta. Demak, mana bunga to'g'ri, mana bu qatorga to'g'ri keladi. Birinchisiga birinchisi, ikkinchisiga ikkinchisi, uchinchisiga uchinchisi, to'rtinchisiga to'rtinchisi, beshinchisiga beshinchisi va oltinchisiga oltinchisi to'g'ri keladi. Hisoblaymiz. Birinchisi 1. 1 kara 1, 1. Bitta ekan. Endi ikkinchisida 5 ga to'g'ri keladi. 5 kara 5. 25. Uchinchisi 10 ga to'g'ri keladi. 10 kara 10. 100. To'rtinchisi yana 10 ga to'g'ri keladi. 10 kara 10. Bu holatda ham 100. Va oltinchisi. Oltinchisi mana bunga to'g'ri keladi. 5 kara 5. Demak 25 va yettinchisi ana bunga to'g'ri keladi. Va bu 1. Bir holatda. Mana yuqorida biz mana 4n, 6n, 8n, 10n holatlarini ko'rib chiqdik. Har doim unutmang, mana 4nlik organizm bo'layotgan bo'lsa, unda 2nlik gametalar olinadi. Mana bu qatorga to'g'ri keladi. Demak, birinchisini qo'yasiz, ikkinchisini qo'yasiz, uchinchisini qo'yasiz. Agar 6nlik bo'layotgan bo'lsa, undan 3nlik gametalar olinadi. 3nga to'g'ri keladi. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi. Agar 8nlik bo'ladigan bo'lsa, unga ulardan 8ndan 4nlik gameta olinadi. 4n mana bunga to'g'ri keladi. Demak, birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi, beshinchisi. Va hokazo. Xuddi shunaqa 10n. Agar sizga 12n bo'ladigan bo'lsa, raytda shoh chiqarib ketaveramiz. 6nga to'g'rilaymiz. 14n, 16n va hokazo xuddi shu Pascal uchburchagiga qo'yib, muvozanatli avtopoliploidiya uchun gameta olishingiz mumkin. Endi muvozanatsiz avtopoliploidiyadan ham xuddi shu tartibda gameta olish mumkinmi desa, yo'q. Muvozanatsiz avtopoliploidiyadan Pascal uchburchagi yordamida gameta olish imkonsiz. Balki imkoni bordir, bu menga qorong'u, men uchun imkonsiz. Demak, biz keyingi darsimizda muvozanatsiz avtopoliploidiya bo'yicha gameta olishni sizlarga ko'rsatib o'taman.